Tafsir cevherlerinin ro'yobga chiqishi. Abdori Muhammed Yusuf. Qur'oni Karim bizning dasturimiz va yo'l xaritimiz. Payg'ambarimiz aytgandek, insonlarning eng yaxshisi Qur'onni o'rgangan va o'rgatgan odamdir. Balalik chog'larimda dadamning namozdagi qiroati, onamning har juma kunidagi Kehf suresini ünlük o'qigan mungluq ovozi mening yumron dilimga Qur'oni Karimning muhabbetini solgan edi. Men bu shundoq mungluq o'qishni o'rganishga havas qilardim. Men 5 yoshga kirgan chig'imda rahmatlik onamning qo'limdan tutib, yan ko'chadagi qo'shnimiz Oyshamxon Xalpamga balamga Qur'on o'qishni o'rgatib qo'ygaylar deb bir dasturxon hadiya bilan elib borganligi, rahmatlik dadamning bir oqshimi tam qo'shnimiz Muhammad Qurbon qari hojimga qo'limdan tutib akirib, balamni qari qilib bergaylar deb o'tinganligi hali ham esimda. Qur'oni Karimning muhabbati qalbimda ana shundoq o'rin oldi. Shunda qilib 12 yoshimda Qur'oni Karimni yodlashga boshladim. U chaqda toluqsiz o'tirdi o'qiyotdim. Shundan keyin kunduzi maktabga berib, oqshimi madrasaga boradigan bo'ldim. 1984-yili Qur'oni Karimni to'liq yodlab bo'ldim. Shu yili Keriya nahiyalik cho'ng jamida xatmi o'tgandan keyin ustozim marhum Muhammad Qurbon qari hojim, o'g'lim, endi sen mening imtihonimdan o'tib bo'lding. Buningdan keyingi muhim ishim sen yodlagan mushu Qur'onning ma'nosini o'rganib amal qilish va farzandlarga o'rgatishdir. Shunga seni shaharning rohatidan yiroq bir yezg'i avatdiman. Shu yerda nahiya bo'yicha eng katta olim Imin hojimni o'qiysan deb menga ijozat berdi. Şunun bilen Oral yezisiga berib o'qishga boshladim. 2 haftada bir qitim uyga borg'ili qo'yatdi. Taliblarning soni ko'p bo'lganlikdan hujralarga sig'ishmaydik. Kechalari 1,5 g'erishdan yer tegatdi. Tizilgan sarangidek yotatdik va to'ptiz yotgan peti o'rnimizdan turatdik. Ustozimiz har juma kunligi Qur'oni Karimdagi qissalardan so'zlab beradi. Biz bekmi qiziqib anlaydik. Bir kuni Ashabul Kehfni so'zlab bergan edi. Cho'ng taliblardan biri, ustoz, bek yaxshi qissalarni so'zlab berdilar. Mumkin bo'lsa, har juma kuni Qur'oni Karimni tafsir qilib bergan bo'lsa ekan, dedi ustozimiz. Yo'q, Qur'on nada, men nada? Men tafsir qila olmayman, dedi. Buni anlab, mening orzu armonlarim yer bilan yakson bo'lgandek bo'ldi. Chunki men Qur'oni Karimning ma'nosini o'rganaman deb bu yezg'i kelib, men japoda o'qiyotsam, endi bu ustoz men tafsir qila olmayman deb tursa, qanday qilarman deb ansirdim. Ondan cho'ng taliblardan ustozning bu gap to'g'riliq so'rasam, ular ustoz tafsir qila oladi. Ama ehtiyat qilamdı yoki kamtarlikmi bilmedim, dedi. Shu kundan boshlab chet elga chiqishni va oliy islom yurtlarida o'qib, Qur'oni Karimning ma'nosini o'rganishni o'zim uchun g'oya qildim. Garchi burun yurtimdan ayrilishga qiyolmay, chet elga chiqib o'qishga ancha qiziqmagan bo'lsam-mu, bu qitim uni rasmiy planladim va yo'lini mengishga tirishdim. Allahu Teala'nın iltifatı bilen 1986 yılı Pakistan arkalık haremge yetip bardık. Hac ibadetini tügetkendin keyin Keriya'dan men bilen çıkan 48 kişi vatanga qaytishdi. Men özüm Mekke'de yalğız kaldım. Bu arada Mısır'a bardıgan dostlar bilen uçraştım. Şunda kılıp biz 13 kişi şu yılı 9. ayda Mısır'a bardık. Mısır'da o'qiyotgan çağlarımdan başlap, Müslümanlarga, xususan avam xalqqa Qur'oni Karim oyatlarının maqsad qilingan ma'nosini
Allah Taala'nın məqsədini top-toğra, udullu körüstüp berdiğan, tushunishlik bir tafsirining o'ttirg'i chiqishini bakma orzu qilatdim. Lekin u chog'larda bundaq bir tafsirni yezib chiqishga urinishga jur'at qila olmaydim. Chunki Qur'oni Karimni tafsir qilib, uning maqsad muddaolarini to'g'ri shaklda tushuntirish yuqori saviya talab qiladi. Men uning hudisidan chiqadigandak emas edim. Chunki dasmoyam oz, saviyam to'van, tajribam yetarsiz edi. Şuna en yaxşısı Kur'an-ı Kerim'nin məqsəd qılınğan mənilərini hər kim asallı düşünələydiğən addi sözlər bilən kişilərə düşünüşlik və iniq körüstüp berdiğən birər təfsirini Uyğur tiliga tərcümə qilishni oyladım. Amma məktəbning dərsləri qoşumçu materiallarını oqub özümni yetiştirish degandek ishlar bilan Misrdagi o'qishim bitdi. Tafsir haqida o'ylaganlarim amalga oshmay shu pit qilib qoldi. 1993-yili o'qish bitirib Turkiyaga keldik. Shu yili vatanga qaytdim va Urumchida marhum ustozimiz Muhammad Salih Damolla hojim bilan ko'rishdim. Chunki u kishi 1991-yili Misrga borganida obdan tanishish fursatimiz bo'lgan edi. Shu chaqda bizni vatanga da'vat qilgan va o'z bilan uchrashishni aytgan edi. Damolla hojim meni Urumchidagi Islom institutida o'qituvchi bo'lib kelishimni talab qildi. Men Keriyaga qaytib, uydagilar bilan maslahatlashib, ondan javob beray deb yurtimga qaytdim. Uydagilar meni yanala Misrga qaytib, ilm tahsil qilishni davomlashtirishni tavsiya qilib, Urumchida qilishimni qabul qilmadi. Shu yili yozda fiqh sing'illarimga Allama Sayyid Sobiqning İslam aqidasi nomli kitobini 3 oy o'rgatdim. Maktablarning boshlanishi bilan uydagilar meni chiqib ketishga va yanala o'qish va izlanish bilan bo'lishga targ'ib qildi. Shuning bilan shu yili 9-oyda vatandan ayrildim. Fiqh sing'illarimga o'rgatgan kundalik darslarni yezib ve suallarını çıkarıp mangan edim. Vatandan ayrıladigan çağda bu qo'lyozmani elib chiqdim ve Mısır'da, keyin Türkiye'de onu tamamlab 1994-yili İslam aqidalari nomli kitobni nashrga tayyorladim. Mısır'da az vaqt turgandan keyin magistrlik o'qishini Türkiye'de o'qiydigan bo'lib İstanbulga qaytdim. İstanbul'da Ali mektepke tizimletip koyup sakladım. Ama cevap gelmedi. Şu arada Mısır'da birlikte okuyan Türk savakdaşlarım beni İstanbul Üsküdar'daki Kur'an kursuda O'rta Asiyadan kelgen Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen ve Tatar balalarga Arap dili ve Kur'an o'rgatishga teklif qildi. Shunda qilib 1994-yilning 5-idan itibaren Aşu Kur'an kursida 1995-yilning boshlariga qadar ishladim. 1995-yili fevral oyining oxirida Turkiyadan O'rta Osiyoga boradigan turk muallimlar bilan Qozog'istonga berish taklifi keldi. Ammo men ularga o'zimning magistrlik va doktorlik o'qish uchun javob kutib turayotganligimni aytganimda, ular Almutadagi universitetda Arap dili darsliklar bor. Shu yerda o'qisangizmi bo'ladi dedi. Shuning bilan Qozog'istonga ketdim. Ammo ular meni Almutadan 70 kilometr yiroqlikdagi Isik degan nahiyadagi Qozoq Turk Sharqiyat institutiga tayinladi. U joyga borsam, hamma taraf oppoq qor, odam oz. Bekmu g'urbatlik bir joy ekan. Shuning bilan o'qishimmi amalga oshmadi. Ammo eng yaxshisi do'stim va savaqdishim Abdulahat Hofiz bor ekan. Buningdan baxo'sh bo'ldim. 1995-yili 3-oyning 15-kuni Almuta shahridagi Uyg'urlar bilan uchrashdim. Uzunga qolmay Uyg'ur ovozi va Yangi hayot gazetlari tahrirot bo'limidagi peshqadam qalam egilari bilan tanishdim. Ve ularning talabiga asosan bu ikki gazetga haftalik maqola yozishga va'da berdim.
Şu yili may oyidan boshlab har ikki gazetga diniy va ijtimoiy maqolalarni yozishga boshladim. Birinchi maqolam Allohning borligiga ishonish aqlning kamolatidir degan maqola edi. Bu maqola tarqalgandan keyin Qozog'istonning har qaysi joylaridagi Uyg'ur jamoatchiligi, har qaysi mahallalardagi masjidlarning nomidan bu ikki gazetga mushtari bo'lish to'lqini qo'zg'alib, gazetlarning tiraji alohida ishga boshladi. Qirg'izistondan marhum Abdulmajid Qarahojim, Almuta Qizil G'ayrat yezisidan marhum yo'ldosh Muhammad aka, Qaynazar mahallasidan Osman Qarahojim aka qatorliq kishilar Issikdagi maktabga kelib meni tabrikladi va yezishni davomlashtirishimni tavsiya qilishdi. 1996-yili Uyg'ur jamoatchiligi va gazet muharrirlarining talabiga asosan namoz o'qish qoidasi haqida kitob yozib, barliq Uyg'ur mahallariga tarqatdik. 1997-yili Qozog'iston xalqining turmushidagi Rus madaniyati va islomdan yiroqligi meni ko'p o'ylantirdi. Shuning bilan islomning oilaga munosabatlik ahkomlarini bayon qiladigan biror kitob yozay deb islomdagi oila tuzumini yozdim. U shu yili Istanbulda nashr qilindi. 1998-yili islomning 5 cho'ng farzi haqida birardan kitob yozishni planlab, yuqorqi islom aqidalari, namoz o'qish qoida tartiblari degan kitoblarimga agashtirib, zakot farzi, ro'zining ahkomlari qatorliq kitoblarni yozib, har ikki Uyg'urcha yoziqda nashr qildirdim. 2001-yili Saudiya Arabiston hukumatining taklifi bilan do'stim Abdulahat Hofiz bilan Saudiya Arabiston davlat radiosi Turkiston bo'limiga diktor bo'lib bordik. Shu yili Ilohiy Qo'rg'on nomli Qozog'iston boshlab qo'ygan duo kitobimni yozib tugatdim. 2005-yili Haj va Umra qo'llanmasi nomli kitobimni yozib Saudiya Arabistonda nashr qildirdik. Endi Qur'oni Karimning tarjimasi va tafsir javharlariga kelsak, Fikr 2002-yili 4-oyning 17-kuni ishga kirgan kunimdan boshlab Qur'oni Karimning tarjimasi va tafsiri bilan shug'ullanishdan iborat yillardan beri orzu qilib kelgan ishimni boshladim. Radioning kunlik anglitishining boshlanishida 15 minutlik Qur'oni Karim tarjima va tafsir programmasi bor ekan. Men bu programmani tayyorlab anglitish ishini o'z ixtiyorim bilan ustimga oldim va shu kundan e'tiboran tafsir programmasini Fatiha surasidan boshlab anglitishga boshladim. Bu programma hozirmi davomlashib kelgan bo'lib, Nas surasining tugigan yeridan boshqa qaytib Fatiha surasidan davom qiladi. Bu programmani tayyorlashda Azhar universitetining ustozi Doktor Muhammad Mahmud Hijozining Tafsiri Vozih nomli 3 tomlik tafsirini va Madina Munavvar payg'ambar masjidining muddarrislaridan Alloma Abu Bakr Jabir al-Jazoirining Aysarut Tafasir nomli 5 tomlik tafsirini asos qildim. Chunki bu ikki tafsirning biri yana birini to'liqlaydi. Bu ikki tafsir zamonimizdagi musulmonlarning Qur'oni Karim oyatlarining maqsad qilingan ma'nolarini tushunishga bo'lgan zo'r ehtiyojini nisbatan ta'min etilgandek turadi. Shuning bilan bu ikki tafsirni asos qilib turib, bu ikkisining yana boshqa mo'tabar tafsirlarning javharlarini suzib elish qaroriga keldim. Do'stlarimmi bu fikrimni qo'llab quvvatladi va tezroq tutish qilishimni tavsiya qilishib, menga muvaffaqiyat tilagan bo'ldi. Ondan bu ikki tafsirni asos qilib turib, tövendeki tafsirlarning javharlari astoydillik bilan suzib chiqildi. Birinchi, tafsiri Tabari. Ikkinchi, tafsiri Qurtubi. Uchinchi, tafsiri Bag'avi. To'rtinchi, tafsiri Ibn Kasir. Beshinchi, tafsiri Jalolayn. Oltinchi, tafsiri Razi. Yettinchi, tafsiri Safatut Tafasir. 8. Tafsiri Saidi. 9. Tafsiri Şehravi.
10. Tefsiri İbn Aşur, 11. Tefsiri Müyessir, 12. Tefsiri Muhteser, 13. El Cedvel fi İrabil Kur'an. Yuqorqi tefsirlerden başka yana Fi Zilalil Kur'an, Tefsiri Şinqiti, Tefsiri Keşşaf, Tefsiri Beyzavi qatarlıq tefsirlerden paydalanıldı. Tefsirdeki asaslık basqıçlar. Tefsir cevherleri namlı bu tefsirinin meydanga kelişi tövendikidek 4 basqıç bilen emelge aşkan boldu. Birinci basqıç. Tefsir vazih bilen Eyserut tefasirden ibaret iki tefsirinin asaslık mezmunlarını tallap biliş. İkinci basqıç. Yuqorida isimleri zikr qilingan mötüver tefsirlerge müracaat qilib, bu tefsirlerdeki cevherlerini süzüp çıkıp, bu tefsirini beyitiş. Üçüncü basqıç. Bu tefsirini yuqorqi tefsirlerge bir-birlep seliştirip çıkıp, mufassirlerinin dalil cihatdan en küçlük qarashlarını tallap çıkış. Dördüncü basqıç. Köp ma'niga dalolat qiladigan oyatlarning tefsirida imkon qadar mashhur mufassirlarning qarashlarini bir-birlab bayon qilish. 2014-yili 25-avgust dushanba kuni 30 parining tarjima va tafsiri tugidi. 12 yillik bu sharaflik emgakning birinchi bosqichi tamomlangan bu kunda o'zimni yeniklab qolgandek his qilgan bo'lsam-mu, bunun en qiyin ve en köp kol tutulgan basqıçlarga yetkiliş vakti ekanligini uzak kalmay bildim. Çünkü işinin en qiyin, en japalık ve en köp kol tutulgan basqıçları onun keyinki basqıçları iken. Hakikaten tercüme bilen tefsirini yuqorqi mötüver tefsirlerge bir-birlep seliştirip çıkış. Ma'nisini, imlasını ve cümlelerini baştan ahir aldırmay tekşürüp çıkıp umumyüzlük tüzütüş ilip beriş. Ayetlerden elinilgan ahkamlarını İslam menbelerine seliştirip, muayyenleştiriş qatarlıq işler aldınqısından köp qiyin ve tolumu nazukken. 2015-yili bu tefsirini 4 nusxa köpeytip, Mısır, Türkiye, Kazakistan, Mekke qatarlıq joylardaki ölüma qerindaşlarga bir nusxadan evetip berdi. Mısırga evetkenni dostum ve savaqdışım Doktor Abdülaziz Rahmetullah'a tapşırdı. Doktor onu başka qerindaşlarga bölüp tarqıtıp, közden keçiriş işlerini ilip bardı. Andın tüzütüşki tegişlik fikir tekliflerini berdi. 2016 yılının ahırlarında tefsirini tekşiriş işleri tügep, u neşir qilishga hazır bir halga keldi. Ama onu bastırış için köp meblağ gerek idi. Özüm bolsam radyodan alıdığan maaşımdan başka kirimi yok. Yaki ticaret degендek işlerge arlaşmagan biri bolganlıktan. Unchilik köp meblağını çıkırış men üçün qiyin, hatta mümkün emas idi. Lekin dadamның meni Qashqar Chinvog'dan Pakistanga uzitib qo'ygan chog'diki, balam, endi sen ulug' safarga ketib borsan. Japa tassangmi obdan o'qigan. Qandaqli bir ish qilsang Alloh uchun qilgan. Shunda qilsang Alloh yordam berdi. Sana va ishlaringda ega bo'ladi. Degan so'zi menga ishonch bag'ishlaydi. Shunga Allah'ның bu ishga ega bo'ladiganligiga chin ishonib, tafsirni ham Uyg'ur yezigida ham Kiril yezigida chiqarishga bel bog'ladim. Ondan uni Kiril harfidagi Uyg'ur tilida tayyorlashning ko'yiga kirdim. 2013-yili Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrimni Kiril harfiga o'rib bergan 85 yoshlik akademik olim Sodiqjon Yunusov akamga murojaat qilib edim. U kishi talabimni mamnunlik bilan qabul qilib, birer yilga qolmay uni Kiril harfidagi Uyg'urchaga o'rib bo'ldi. Endi tafsir har ikki yozig'da hozir bo'ldi. Ammo besib beradigan odam yo'q. 2017 yılının bir günü men Ciddi şehirde aldırış idim.
Qozog'istondagi imom do'stim Muhammad Qosim hojim Dilmurod Ko'ziyev degan kishining hozir haramda ekanligini, uni imomlardan biri umri qildirgan ekan. Uningdan ko'ngli qanoat topmaganligini, shunga mening billa umri qilib shu ibodatni tamomlashiga yordam qilishimni o'tindi. Dilmurod Ko'ziyev akimiz Qozog'istonda to'nilgan Uyg'ur jamoatchiligining emas, balki Qozog'iston xalqi va davlatining oldida yuqori obro'li kishi edi. Men Olmutada turgan vaqtimda u kishi bilan yiroqdan tonishatdik. Ammo ko'rishishni qiyin deb o'ylaydim. Chunki ish ko'p, oldirash yuratdi. Uning ustiga ko'rishman degan kishilarmi o'ng'aylik bilan ko'risholmaydi. Shuning bilan osh kuni ishimdan ruxsat so'rab Makkaga kirdim. Dilmurod akam ayoli bilan kelgan ekan. Ömrü ibodatini birga qildik. Ondan Uyg'urlarning oshxonasida birga g'izolandik. Shuningdan keyin u kishi menga rahmat aytish bilan birga mendan biror hojitim bor yo'qligini so'radi. Menmo rahmat deb qaytdim. Ularmo bir ikki kundan keyin Olmutaga qaytdi. Bir qancha kun o'tgandan keyin bu tafsirni shu kishi besib beramiya deganlarni xiyolimga keltirdim. Ammo uni qandoq deyish haqida o'ylanib, oxiri bir parcha xat yozish qaroriga keldim. Chunki u kishi Qozog'istonda tunji Uyg'ur masjidini solgan Pir Muhammad hojimning o'g'li va 2001-yili Muhammad Solih Damollamning Qur'on Karim tarjimasini tunji bo'lib chet elda nashr qildirgan. Uyg'urlarning diniy ishlariga va madaniyat san'atlariga yaqindan yordam qilib kelgan. Barliq maktablarga, xususan Uyg'ur maktablariga, Uyg'ur madaniyat markaziga uzildirmay yordam qilib kelayotgan va Olmuta viloyatining har qaysi yezlariga 10 dan ko'proq masjid solgan kishi edi. U kishiga yozgan xatimda bu tafsirni besib, O'rta Osiyodagi musulmonlarga haqsiz tarqitib berishni talab qildim. Ondan mening bu tafsirni musulmonlarga yetkazishdan boshqa hech qanday mudoim yo'qligini va hech qanday qalam haqqi yoki moddiy manfaat talab qilmaydiganligimni eskartdim. Dilmurod akam xatimga darhol javob yozdi. Ammo oldi bilan boshdan oxiri o'qib chiqadiganligini, ondan biror qarorga keladiganligini aytdi. Shuning bilan tafsirning originalini u kishiga yetkazib berdim. Keyin biror oyga qolmay javob yozdi va tafsirni biror tomdan bostirib, bir qancha yil ichida bostirib bo'lishi mumkinligini aytdi. Men bu xabardan intayin xushal bo'ldim. Dilmurod akam oldi bilan tafsirni besish uchun Qozog'iston Diniy ishlar ministrligidan ruxsat olishga kirishdi. Ammo o'zining aytib berishicha, ruxsat olish o'ng'ay ish emas ekan. Chunki Qozog'istonda Qur'oni Karimning tarjimalari Uyg'urcha va qozoqcha nashr qilingan bo'lsa-mu, hozirga qadar mayli kichik hajmlik, mayli cho'ng biror tafsir besilib boqmagan ekan. Diniy ishlar ministrligidagi mas'ullar bu ishdan intayin mamnun bo'lganligini bildirgan. Ondan Dilmurod akamning Qozog'istonning taraqqiyotiga, maktablarning ta'lim-tarbiya ishlariga ko'rsatgan tuhfalarini bilganligi uchun u kishining talabini darhol qabul qilib, Olmutadagi diniy idora xodimlariga Uyg'urning tili qozoqning tiliga yaqin, tushunilmaydigan gap chiqmaydi. Shunga sizlar tez fursatda bu tafsirni tekshirib chiqib, bizga ma'lumot beringlar degan asosda buyruq tushirdi. Shuning bilan ular tekshirishga boshlaydi. Dilmurod akam bu ishni suylab, ularni tezroq bitirishga oldirdi. Natijada ular bir qancha oy ichidan tekshirib chiqib, Muhammad Yusufning boshqa nurg'un asarlariga biz ruxsat bergan. Chunki u kishi ahli sunnat va Imom Azam mazhabida ching turadigan, radikallik va pasitlikdan yiroq, ilg'or fikr qiladigan bir olim. Shunga uning bu tafsirini nashr qilishga bo'ladi degan xatlarni yozib Dilmurod akamga avatdi. Ondan Qozog'iston davlat muftisi Serikbay Hoji O'roz tafsirga alohida beg'ishlama yozib, uni Qozog'iston musulmonlarining o'qib foydalanishini tavsiya qiladi. Uning beg'ishlamasi tafsirning bosh betidan o'rin olmoqda.
Dilmurat akamning deb berishicha, u kishi tafsirning ruxsatini elish uchun Ostonaga bir qancha qitim berib, Diniy ishlar bosh ministrligiga murojaat qilgan. Ondan ruxsat chiqqandan keyin uni yilda bir yoki 2 tomdan chiqarib, bir qancha yildan chiqarib bo'lishni planlagan bo'lsa-mu, o'g'li Din Muhammad va qarindoshlari bu xayrlik ishqa bizmi o'rtaq bo'layli deb ular biror tomdan nashr qilishni talab qiladi. Din Muhammad 2 tomni ustiga oladi. Shunda qilib 2018-yili maydan boshlab 2019-yilning 5-iga qadar 9 tom tafsir nashrdan chiqib, Qozog'iston, Qirg'izistonlardagi Uyg'ur masjidlariga va maktablarga tarqatib beriladi. Bu ikki jumhuriyatning Uyg'urlar o'ltiraqlashgan joylardagi masjid va maktablarda bu tafsir hali ham chiroyli tizilgan bo'yicha turmoqda. Shuningdan keyin tafsir javharlarini to'liqlash, tuzitish ishini davomlashtirish natijasida uni 10 tomga yetkazdim. Har bir tomi taxminan 500 batdan bo'lib, jami 5218 bat bo'lib chiqdi. Endi bu tafsirni biz ishlatayotgan Uyg'ur yoziqidan chiqarishning g'amini qildim. Ammo hech kimga bu haqda gap ochmadim. Chunki uni qayta tekshirish uchun kam deganda 2 yil ketadi. Shunga tekshirish bitgandan keyin bir gap bo'la degandek ko'p o'yinib ketmadim. 2021-yili Ramazonning 27-kuni oqshimi O'rta Osiyodan kelgan tijoratchilardan bir kishi telefon qilib nomerimni Istanbulda bir kishidan olganligini aytdi. Ondan meni haramga kirishga va tarovih namozini birga o'qishga taklif qildi. Masjidi Haramda birga namoz o'qish jarayonida tanishdik. Mendan biz qilib beradigan biror ish bormi degan asosda so'radi. Men o qo'limda 10 tomlik bir tafsir borligini va shuni bostirib berishini so'radim. U kishimi darhol qabul qildi. Shundan keyin bu tafsirni davomli tekshirish bilan 2 yil o'tib ketdi. 2023-yili Ramazondan keyinla savoqdishim Abdulahad Hafiz, Obulqosim hojim, Ömer Qarajim, Muhammad Amin Bishorat Qarim, Abdurazzoq Qarajim va Pekir qatorliq 6 kishilik guruh qurib 11 oy vaqt ichida Qur'oni Karim tarjimasi bilan bu tafsirni boshdan oxiri o'qib chiqdik. Bu jarayonda ba'zi tuzatishlarni ilib bordik. 2024-yili 11-oyning 20-kuni bu tafsir Allohning yordami va iltifoti bilan nashrdan chiqdi. Shu kuni birdinla yengillab qolgandek his qildim. Chunki bu tafsirni nashr qildirib, xalqim bilan yuz ko'rishtirishga Alloh nasib qilskan va o'z dargohida qabul qilskan deb ko'p duo qildim. Men bu jarayonda ey Alloh, bu amgikimni o'z dargohingda qabul qilgin. Buning mukofotini qiyomat kuni bergin. Ota-onamni bu mukofotdan bahramon qilgin deb tiladim. Mikrofon oldida Qaraxon.